Avvalambor assalomu alaykum. Sizlar bilan Sardorbek Ahmadjon. Hurmatli kuzatuvchilar, hozirda Moskvadan video murojaat kelgan. Ayniqsa shu farzandlari, aka-ukasi, dadalari, ukalari shu Ukrainada Rossiya tomonidan shu jangga ketganlar uchun qanaqa hujjatlar ketadi, keyin aldanmasligi uchun Batya bobodan video murojaat kelgan. Xudo xolsa inshaalloh Omina opani ham dokumentlari bitish arafasida ekan. Xudo xolasa azizlar, videoga e'tibor beramiz, videoda oxirigacha ko'ramiz. Keyin men telefon raqamlar chiqarib qo'yapman. Azizlar, kim shu Rossiyaga borib shtabga uchraydigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Shu kimi bezveshli propavshi degan qog'oz kimga xat kelgan bo'lsa, kimga o'ldi degan xatlar kelgan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Azizlar, aldanib qolmanglar. Birovlarga pul berib, ko'pchilik bizga xabar kelyapti, $6,000, $9,000, $10,000 berib aldanib qolishyapti. Shu narsalarga aldanib qolmanglar. Videoda oxirigacha ko'ramiz. Batya bobo hamma yo'qda aytib o'tgan. Telegram raqam qo'yib o'tyapman. Shu telefonga kimning muammosi bo'lsa, telefon qilsin. Iltimoslardan. Keyin Rossiyaga shu qanaqa uchrashdi, nima qilishdi bilmaganlar mana shunga chiqinglar. Xudo xolisa inshaalloh batda ham odam to'planyapti. Billa Moskvaga borib o'zimiz eslcha yo'naltirib beramiz. Sizlarda shu aeroportda kutib olishadi. Moskvada shtab ochilgan. Shunaqa fuqarolarimiz aldanmasligi uchun Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston shu davlatlardagi shu fuqarolar uchun bu. Azizlar, bo'lmasa videoda oxirigacha ko'ramiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Video ko'ra olmadik, qayerda ekan deb nima bo'lmanglar. Telefon raqam qoldiraman. Videoda oxirigacha ko'rib, yaxshilab eshitib olinglar. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan o'zbek xalqim. Biz Batya bobo bilan birgalikda Moskvadan Yekaterinburg shahriga yetib keldik. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Mana shu bugun erta bilan keldik. Mana voinskiy chaslari Yekaterinburgga. Mana bu voinskiy chaslari 22316 короче говоря topib keldik chastini. Mana Xudoyberdiyev Firdavs Qahramonovichni bu Aminaning o'g'li 2000-yil tug'ilgan yigit. Hozir zampolitlar bilan soat 4ga встреча bo'ladi xudo xolasa. Qani bilamiz nima bo'lgan, nima xabar bo'lgan, hammasini mufassal bo'lib tushuntirib aytib beramiz xudo xohlasa. Allohu akbar, Xudo asrasin hammamizni. Xalqim, inshaalloh bolami tirikligini eshitdi. Bolami kompyuterda ko'rib aytishadi. Duo qilib turinglar. Yaxshi xabarlar bilan qaytaylik eshitdi. İnşallah hammasi sizlarning duolaring bilan bo'lyapti. Alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'zbek va tojik mana kuzatib boruvchi aziz do'stlarim, mana yana hozir bir efirga chiqib sizlarga mufassal hamma narsani tushuntirib beraman. Xudo xolasa mana Aminaxonni hamma ishlari bir oy bo'lmasdan hammasini hal qildik. Mana birinchi очередь извещенияsi что о том, что o'g'li mana извещение. Mana bu о том, что он без вести пропал. Mana bu извещение. Mana bu qog'oz справка о том, что он находился в боевой части. Mana bu uni kontrakti, qaysi vaqt ketgan kontrakt bo'yicha, mana kontraktlari. Mana bunisi bankovskiy rekvizitlari, qog'ozlar bilan hammasi. Mana shu dokumentlarni hammasini qilish uchun ko'pin 22 kun vaqt ketibdi Ominaxonga. Bu odamlar borki, oylab, yillab qarab turibdi, qog'ozini ham, spravkalarini ham.
Nima demoqchiman? Avvalo bu hammalaringni o'tgan hayit, Ramazon hayitlari bilan tabriklayman. Xudoyo iloyim mana bu yillariga ham Ramazon oylariga hammalarimizni yetkazsin. Endi hayot shunoq, mana yana gapimiz ko'p. Hozir mufassal tushuntirib beraman. Mana tushundilaring-a? Qanday dokumentlar kerak? Mana endi Ominaxon xudo xolasa hozir borib pasportga, grajdanstvo kim xohlasa, mana O'zbekistondan, Tojikistondan kimlar kelgan, masalan, urushga borganlar, mana endi bular полный имеет право по закону Российской Федерации, так как являются родственниками, masalan, farzandimi, xotinimi, ota-onasimi, bular родственниками, ближайшие родственники являются, farzandlarimi, Rossiya fuqarosi nimasi bo'yicha bularga grajdanstvo beriladi endi. Bu ham muammosi bor bu yerda. Chopa bor, agar yedinchi sentr bilan qiladigan bo'lsa 3 oydan to 3 oygacha, 3 oydan 4 oygacha mumkin cho'zilishi mumkin. Lekin mana biz hozir Ominaxonga bitta advokat gavdanon qildik, shoki tezroq bo'lishi grajdanstvoni olishi uchun. Shuning uchun yana ko'p savollar kelyapti hozir bu yerga. Mana masalan yaqinda O'zbekistondan bir yigit keldi bizga shtabga. Kelib qaysidir Qozog'istondan qaysidir odamlar telefon qilibdi, akasi o'lgan ekanmi, akangni topib beramiz, Moskvaga borasan, seni sirchat qilib oladilar, sen pulni bizga ber, u pulni $10,000 beribdi unga, Moskvaga kelibdi, uni hech kim sirchat ham qilmabdi, telefonlari qolganlari o'chgan. Bironta kimki aytmasa, "O, mana men yordam qilaman, mana men bu ishni qilaman." O'slar qandoqa aql bilan unga pul berasizlar masalan. Yana bittasi 600,000 bittasiga beribdi. Tavba Xudodan qo'rqmaydigan odamlar bor ekanda, shunoq mushkul vaqtga odamlarni aldab pullarini olishi. Shuning uchun iltimos sizlardan yana bir marta hammalaringga aytaman. Keyin yana aytamanki, qaysi yigitlaring, mana farzandlaring avvalo sizlarga telefon qiladi-ku urushga bormasidan oldin. Kontrakt подписать qilsa, turmadanmi, boshqa joydanmi, yo по собственным желаниям, yo ko'p aytadi, mana o'g'limni o'sha turmaga deydilar. Ana поставить qildilar, undoq qildilar. Men tushunmayman shu gaplarni. Nima kerak bu gaplar? Просто tak mana yuribdi ko'p odamlar. Nimaga ularni поставить qilmaydi? Значит, qilgan shu ishlarni. Keyin turmadan zo'rlab olib ketibdi. Zo'rlab olib ketmaydi turmadan. Turmadan kontrakt qiladi, mana bordimi? Masalan 6 oy xizmat qildimi, 1 yil xizmat qildimi, endi xudodan bu tirik qoldimi, yo ranit bo'ldimi? Keyin ranitlarga ham Rossiyada juda yaxshi qaraydi doktorlar. Men o'zim 2 marta ranit bo'lganman, 2 marta bilaman nima qilgan. Doktorlari ajoyib doktorlar hammasi. Shuning uchun yana nima demoqchiman? O'shalarga aytinglar, stopki borishidan oldin sizlarga nomer kartasini aytsin, pin kodini aytsin, stopki sizlar bilinglar. Masalan, uni shotiga pul keladi. Pul kelgandan keyin masalan erta shunaqa haromlar ham bor ekanki, go komandirlar bor shunaqalari yo'q. Uni kartasini olib o'tgandan keyin o'sha pulni simat qilib olishlari ham mumkin. Lekin buni ham bilish mumkin, kim simat qilganligini, rekvizitlari bor, bankdan borib aytish mumkinki, kim qaysi vaqt simat qilgan. Tak что uni ham orqasidan bo'lamiz hozir. Keyin yana bitta ayol O'zbekistondan telefon qildi menga. 3 ta balasi bor ekan. O'ligini o erini qaysidir Rostovdan odamlar bor ekan, endi otini hozircha olmayman. Uni olib, qarochi o'likni yuborgan. Bu ayol ularga generalniy доверенность bergan. Ayolga hammasi bo'lib 500,000 rossiyskiy puli beribdilar bular. U ayolni eri ham turmadan ekan, 22-yil qamoqqa tushgan ekan. 22-yilda kontrakt подписать qilib, 23-yilda vafot etgan ekan. Oborib ko'mibdilar uni. Keyin o'sha ayol aytdiki, 500,000 hammasi bo'lib pul berdi. O'sha vaqtlar 22-yildan 12 million edi. Qaysidir agar halok bo'lsa 12 million pul beriladi. Tak что mana shunaqa ishlar juda ko'p. Men hayron bo'laman, go'ysini eshitib ko'rib, bilmadim nimaga bunday qiladi odamlar bir kishini shunaqa qiyin vaqtiga nimasiga kirib aldab, mashininglik qilib mana shunaqa ishlarni qiladi. Hali buni ayolga ham aytdim, kelasan, Следственный komitet bor bu yerda, prokuratura bor, generalniy prokuratura bor, специальный подразделение FSBlar bor, kan shunaqa haromlarni oqtarib yuradi. Shu uchun go odamlar mana hozir mana YouTube'da ko'rsa, o'ylab ishini qilsin, to'g'ri ish qilinglar, yordam qilinglar.
Mana Ominaxonni xudo xohlasa pasportini ham olamiz, oxirgi nimalarini ham. Почти что rejalari yaqinlashdi. Endi masalan o'ligini masalan agar xudo deymizki o'lgan bo'lmasin bala ilohim. Shunaqasi ham bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda yana bir narsasi borki, masalan qanday desam sizlarga, boевой действие ketayotgan joyda masalan to bizlarni armiya o'sha joyda ancha oldinga ketib освободить qilmasa, to освободить qilmaguncha ehdan o'sha yotgan telalarni chiqarib bo'lmaydi 200'larda. Qaysi vaqt chiqaradilarki, qaysi vaqt o'sha territoriya уже освобожденный bo'lsa. Ana shu uchun ko'pincha ziq bo'lmaylarki, mana bo'lmadi, topilmadi o'g'lim, topiladi, hammasi topiladi. Bularda основnoyni hammasini 200'larda Rostovga olib keladi. Keyin Rostovga borib, DNK topshirishga, Rostovga hozir yaxshi ish qilganlarki, u yerda prokuraturadan, Следственный komitetdan doznavatellar bor. Borib DNKni topshirgandan keyin masalan so'rasa, ularga zaявление yozsa bo'ladi hammasini. Lekin baribir men bilishim bo'yicha o'zimga 2 yil xizmat qildim. Bizda qandoq ko'p bachalar masalan 200 bo'lganlarda biza joydan o'sha joydan oldinga ketsak, o'sha bachalarda bizda komandirlar mana Barnaul, Moskva, Amur, boshqa komandirlar masalan Beshini, Diki boshqalari bordi. Soldatlar uchun jonini beraydi ular, shu o'lganlar uchunki ularni chiqarsin ota-onasiga yuboraylik deb. Shu uchun endi bizda komand, bizda batalyonimiz 150-я дивизия, 102-й полк, специальный подразделение специального назначения edi. Bir marta aytaman, bu ko'p narsalar komandirdan zavисит qiladi. Ularni cho'g'orishi, ularni nima qilinishi. Ana yana nima desam ekan, shu uchun avval prежде чем biror narsaga hamma hujjat dokumentlarida avvalgi nimalarda aytib o'tdimki, hamma hujjatlarni tayyorlaylar. Agar tayyor bo'lmasa keyin kelasizlar, mana Ominani biron hujjati ham yo'q edi, hammasini tayyorlatib, to'g'irlatib berdim qo'llariga. Shu uchun iltimos sizlardan yana bir marta aytaman, har kimning gapiga kirib, unisi, mana bunisi bundoq dedi, unisi bundoq dedi degan gaplar bo'lmasin. Mana yuristimiz bor, Ne'matjon, mana bu yerda Denis bor, bu yerda yana kattaroq odamlarimiz bor, otlarni azuchit qilmayman. Kerak bo'lsa ana shu ishlarni hal qilamiz. Keyin masalan raninilar vопросы bo'yicha ko'pincha hozir savol keldi, turmadan ranin bo'lgan ekan. Etta bilinglarki, farqi yo'q. U ki подписать kontrakti qildi, u считается Ministerstvo обороны odami, уже u voyn hisobiga kiradi, уже askar hisobiga kiradi. Tamom, uni o'sha qamalgan nimalari prezident qarori bilan oqlanadi u. Так что ana shunaqa gaplari ham bor. U turmadanmi, boshqa joydan farqi u ham odam. От тюрьмы, от сумы, как говорится, версия aytganda незаикайся, garantiyasi hech kim berolmaydi. Tushish любое время tushishi ham mumkin. Mana shunaqa holatlar ham bo'lishi mumkin. Yana nima demoqchiman? Hammalaringga, mana meni eshituvchilarimga yana bir marta takrorlayman. Marhamat, telefon qilinglar. Mana Ne'matjonga kerak bo'lsa hozir efirda nomerini yozib beramiz. O'sha odamga hamma vapros, yuridik vaproslarni hal qiladi. Mana hozir ikkita apa keldi, yana bitta singlimiz keldi. Eridan ikkita balasi bor ekan, zaksi yo'q ekan, короче говоря. Ana endi bundoq holati borki, bu vaziyatda masalan hech nimaga u pravo imet qilmaydi, lekin DNK qilib farzandlarini dokazat qilsaki, shu farzand o'sha odamdan такой же право imet qiladi o'sha beradigan kompensatsiyaga, davlat beradigan puliga, ikkita farzandi uchun. Agar buni через sud hal qilib beradi. Yana nima demoqchi edim? Yana ko'p gaplar bor bu yerda, endi hammasini bitta perdachada gapira olmayman. Yana bo'lsa aloqaga chiqib Xudo xolasa gapiramiz. Mana Sardorbekka tashlaymiz. Sardorbek omadsizlik bersin. Xudoylar mana shu duo qilamizki, hammani mana shu urushlar tamom bo'lsin. Baribir все равно Россия мощь, Россия сила. Россию никому никогда не победить. Men hamisha aytaman bu gapni. Slava героям, slava России. Mana shu o'tgan yigitlar hammasi geroy России hisoblab
o'ldi hisobiga qaysi bir ruxsati bo'lgan bo'lsa, tiriklariga omad, sog' salomat qaytib kelishligida baribir все равно я скажу еще раз, победа будет за нами. Это просто вопрос времени. Это я батя говорю. Inshaalloh mana eshitgan bo'lsalaring, mana aytdim suxanlarimni, yana buni savollar bo'lsa, chiqasizlar. Oyanda da yana передача qilib aytib beraman, nimasi qanday bo'lishligi, qaysi spravkalar kerak, nimalar kerak, qanday olish kerak. Bu qiyinroq, конечно. Hammasi muammolarni hal qilsa bo'ladi. Xudoy hammamizni asrasin, dunyoda tinchlik, omonlik, osoyish, seri purlikni bersin. Kim nima niyati bo'lsa niyatiga yetsin. Xudoy mana shu urushlar tamom bo'lsin. Xudoy bunday urushlar boshqa bo'lmasin. Ilohim dunyoda tinchlik, omonlik, osoyish, seri purlikni bersin. Allohu akbar.